Sharafat mana bog'chalar ko'rib hayronlar qoldim. Bu yoqda gaz yoqmas ekan. Mana tana shunda sovuqqa chiniqib barga odam bolalar kasal bo'lmas ekan. Bir hafta bog'chaga borib, ikki hafta kasal bo'lmaymi bular desam, yo'q deydi. Bir qop dorini yenas berib ketmaymi desam, bular dori ichmaydi, bular mehnat qiladi deydi. Mehnat nima qiladi? Biz psixologlarimiz aytgan, masalan, bolalikda o'tkazish kerak. Jipang davrda bular o'ynab kulish kerak deb aytganda, shunga hali biz maktabga chiqayotgan bolalarimiz ham jilab uyg'onadi. Bir balag'ib ovqatini yediramiz. Chiqsak salpetka bilan ko'tini artib qo'yamiz. Salpetka bilan ko'tini artishga o'zimiz ham ishonmaymiz. Biz bolalarimizga umuman ishonmaymiz. Ishlarni o'zimiz qilamiz. Biz ularga qildirmaymiz-da. Bular aytasiz, shu yerda odashdingiz dedi. Biz ota-onalar bor payti ularni mehnatga o'rgatishimiz kerak. Jig'ilsa ko'taradigan ota-ona yonida. Yerdan kattaraganda jig'ilsa ko'taradigan hech kim bo'lmaydi. Ishonchlisi ota-ona, odil hakam borligiga ishonamiz bizlar. Yoshlikda yeshakday ishlasa, o'qishni bitirib maza qilib yashaydi deydi. Maktabga chiqmagan boladan buyuk shaxs tayyorlab javobdi-da. Bizlar endi umri sinib bo'lgan bolamiz ham hali erkalab bolalik o'tib ketmasin deb ota-onasini davrda maza qilib yashasin deb ko'tini laliga solib yashatayotgan ekanmiz-da. Yerga tekkanimiz ekan, yeshakday ishlashimiz sababi shu ekanda, ha.